So'nggi daqiqalarda urilgan gol Real Madridni yana chempionlik poygasiga qaytardi. Celta Vigo bilan juda qiyin o'yinda madridliklar deyarli ochko yo'qotayozgandi. Ammo qo'shimcha daqiqalarda Federico Valverde sahnaga chiqdi va o'yinni hal qildi. Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun Real Madridning Celta Vigo ustidan qozongan dramatik g'alabasi va o'yindan keyin murabbiy Alvaro Arbeloa aytgan fikrlar haqida gaplashamiz. Agar sizga Real Madrid yangiliklari va futbol tahlillari yoqsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. La Ligada Balaido stadionida o'tgan uchrashuvda Real Madrid o'yinni yaxshi boshladi. 11-daqiqada Aurelien Tchouameni gol urib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Ammo Celta Vigo tez orada javob qaytardi. 25-daqiqada Borja Iglesias hisobni tenglashtirdi va o'yin yana boshidan boshlandi. Shundan keyin Real Madrid mezbonlar himoyasini yorib o'tishda qiyinchiliklarga duch keldi. O'yin oxiriga kelib esa durang natija yaqinlashib kelayotgandek edi. Lekin Real Madrid yana o'z xarakterini ko'rsatdi. 94-daqiqada Trent Alexander-Arnoldning uzatmasidan keyin Federico Valverde kuchli zarba bilan gol urdi va Real Madridga 2-1 hisobidagi g'alabani taqdim etdi. Bu g'alaba madridliklarga La Liga jadvalida Barselonaga yana bir ochkoga yaqinlashish imkonini berdi. O'yindan keyin murabbiy Alvaro Arbeloa jamoasining xarakterini alohida ta'kidladi. Uning aytishicha, Real Madrid qanchalik qiyin vaziyat bo'lmasin, oxirigacha kurashadigan jamoa. Murabbiy ayniqsa Federico Valverdeni maqtadi va uni Real Madrid ruhini ifodalaydigan futbolchilardan biri deb atadi. Arbeloa shuningdek yosh futbolchi Thiago Pitarchning o'yinini ham yuqori baholadi va akademiyadan chiqqan futbolchilar jamoaga katta yordam berayotganini aytdi. Uning fikricha, bunday g'alabalar jamoaning o'ziga bo'lgan ishonchini yanada oshiradi. Endi savol sizga. Sizningcha Real Madrid bu ruh bilan La Liga chempionligi uchun kurashda Barselonani ortda qoldira oladimi? Fikringizni kommentariyda yozib qoldiring.